yig'layman yokida emotsiyaga berilib ketaman deb o'ylamagandim, lekin yangi akkaunt ochganimdan keyin nimagadir men shu videolarni qo'yganimdan boshlab odamlar уже поддержка qilishni boshladi. Bildi to, что meni akkauntim blok bo'lgan va bu narsadan men juda ham ko'p narsa o'zimga bir tushuncha kelyapti, to, что hamma odam, то есть bilmayman nimaga, balkim bu narsa kimdir uchun g'alati, lekin men buni kichkinaligimdan xohlaganman, то есть bloger bo'laman deganman va qaysidir vaqtdan keyin meni akkauntim просто blok bo'lgandan keyin o'zgincha, конечно, menga обидно bo'lgan, lekin boshqa sohada rivojlanganim sababli menga bu narsa bunaqa ko'p bilinmadi, lekin hozir sekin-sekin yana videolar qo'yganimdan keyin prosmotrlari kam bo'lgan va уже motivatsiya bor, sinib boryapti. Конечно, men o'zim yana nima qilaman, davay do konca qilasan, senda o'xshaydi deb o'zimga motivatsiya beraman, lekin agarda shu odamlar bo'lmasa, meni motivatsiyam yanada tushib ketardi va sizlar bo'lganlaringiz sababli men katta rahmat demoqchiman har bittalaringizga, kim meni ko'rayotgan bo'lsa, kim menga obuna bo'layotgan bo'lsa, sizlarning podдержкалаringizga, потому что sizlar bo'lganlaringiz sababli men yana shu yangi akkauntimni ochyapman, yana motivatsiyadan to'lib ketyapman. Yaxshiyam shu yaxshi odamlar bor va menga juda ham ko'p podдержка yozishyapti, juda ham ko'p podдержка qilishyapti. Sizga o'xshaydi, siz hammasini hali zo'r qilib ketasiz, iplaysiz deb. Hammaga katta rahmat va oldin menga podpisani bo'lgan odamlar hattoki menga podpiska tayyorlashyapti, chunki meni topishyapti-da endi reelslardan. Juda ham xursandman.